Assalomu alaykum Milliy savdo kanalining aziz obunachilari hamda YouTube foydalanuvchilar. Yana bir bor sizlar bilan Ramazon oyida ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Ushbu muborak oy barchalaringizga xayrli va savobli amallarga to'la bo'lsin deya bugungi video obzorimizni Andijon viloyati Andijon shahridan o'tgan safar ham chiqargan edik. Bo'ston dahasidan olib bormoqdamiz. Kamolot ko'cha. Tayinlab o'tamiz. Bo'ston tumani emas, bu yer Bo'ston dahasi Andijon shahrining o'zida joylashgan. Soy bo'yida Muhammadjon ukamizni teplitsasi bor. O'tgan safar ham ko'pchilik kommentariyalarga yozishgan. Shu joyga keldik. Xudo xolasa yangi tovarlar Xitoydan pryamoy ukalarimiz birinchi qo'l olib kelishadi. Yangi tovarlar kelgan ekan, shular bilan qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tamiz. Bugun sanamiz 2025-yil 8-mart hafta kuniga shanba sanasiga ushbu video obzor tayyorlanmoqda. Xo'p, narxlarini tanishtirishdan boshlaymiz aka. Shunisini 100 ming so'm beryapmiz. Antiurim shunisi 100 ming so'm. Tagida bo'lib eksa bo'ladigan sharoitdami bular? 3 talik, 4 talik, 5 talik ham chiqib turadi. 4 ta, 5 ta bo'lib olgandan keyin sharoitga qarab joylab gulning ichida anaqa guli bo'ladi. Ko'pchilik diamond sort deyapti, gulning ichida guli bor deyapti. Har xil, endi hamma o'ziga mos nomni qo'yib olganda. Bu antiurimning ham 3-4 xil turlari bor shekilli, adashmasam. Hozir bizda 6 xil edi, bitta xili tugadi adashmasam. Mana shu 5-6 xili bor hozir. Dastur davomida tanishtirib o'tamiz hammalari bilan xudo xolasa. 100 ming so'm beryapmiz. 100 ming so'm beriladi. Dastavkalari 4, 5, 6 ta guli bor. Ba'zida 10 ta, 8 tagacha ham chiqadi. Dastavkalari O'zbekiston bo'ylab. Ha, anaqa kanalimizda atbetga qilib qo'yasizda. Qisqasi 400 ming so'mdan oshiqroq olgan odamga chiqarib beramiz. 400 ming so'm savdodan oshgan, narxdan oshgan savdoga O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib berishadi. O'tgan yil 700 mingda ayrim sabablarga ko'ra 400 mingga tushirdik. Chunki Mijozlarga qulaylik bo'lish maqsadida. Qo'shni davlatlarga Qirg'iziston, Tojikistonlarga ham imkoniyati bor. O'zbekiston bo'ylab 12 ta viloyatga faqat EMU pochta orqali chiqaramiz. Boshqa Starex, BTS ularga tashlab bermaymiz, faqat EMU pochta orqali. Shuni ham inobatga olasizlar. Bunimiz qanaqa sorti? Bu qizil emas, pushti ham emas sorti. Qizil bilan pushtining o'rtasi ekan. Ha, qizil ham emas, pushti ham emas. Bunisi 60 ming adashmasam, 60 ming so'm. 60 ming so'mdan. Bunda ham 6 ta, 7 ta guli bor ekan. Ha, 5 tadan 8 tagacha bo'ladi. Buni gulning ichida guli bo'lmaydi, sal prostoy sortida. Tagini bo'lsa bo'ladi. Hammasini bo'lsa bo'ladi. O'zi bu parvarishlab tursa, tagidan o'zi bolalab tez ko'payadigan narsa bo'lar ekan. Ha. Men o'zimga ham bozorda bitta sovg'a qilganida yaqinda tagidan bolalab qolibdi-da. Bularchi? Bir yo'l tanishtirib o'tib ketaylik bu bilan ham. 55 ming beryapmiz. Uzmaniya 55 mingdan. Buni qanaqa sortlari bor? Sorti keladi, bitta sorti tugadi adashmasam. 2 xil sorti bor hozirda. Hozir 2 xil sorti. Hozirda 2 xil sorti bor. Mana shunisining ichi qizil bo'ladi, atrofi sariq sorti. Bardovisi mana atrofi sariq sorti. Nari betilibdi. Davom et. Keyin mana bunisi mahkamam ko'rsatingmi? Xuddi shuni kichkina razmeri. Buni 65 ming beryapsiz. 65. 3 qavat-a buni guli. Usti 2-3 qavat, ha. Guli 2 qavat Usti 2-3 talik. Guli mana bir xil mashina. Mana ochiq deyman, adashmasam. Yaqinlashtirib ko'rsating. Mana bir xil. Gulini ustida yana bir qator guli bo'lar ekan. Mana shunaqa bo'ladi. Buni 65 ming beryapti. Buni qanaqa ranglari bor? Qizil bardovisi ham bormi, to'q bardovisi? Qop-qorasi bor. Qop-qorasi bo'ladi. Bularchi? Bu aglanayman kichkina azonta varianti 70 ming so'm. Bu ham 2 xil. Mana mashinasi balki dumaloq sorti. Dumaloq bo'ladi. Buni monomis adashmasam, mana mashina. Buni balki 3 burchak bo'ladi, uzunchoq bo'ladi. Qirraliroq ekan nisbatan balki. Lekin chekasida rangi ham maniki yashili ko'proq bo'lar ekanmi? Yo'q, mana parvarishga qarab. Anaqa yangi balki shunaqa. Ha, parvarish. Birinchi oq sariq chiqadi, keyin qizarib ketib qoladi. Bular nech puldan? Bu 70 ming so'm. 70 ming so'm. Bu yerda ozroq turib, tagi seroqlar buni. Hammani mavjud bo'ladi. Xo'p. Bular ham shuni oilasidanmi, tepadaglar ham? Ha, aglanayman. Aglanema buni, aglanemani qaysi sorti bu? Bilmayman, mana shu 7 xil, 8 xil sort aka. Budriymi, bir bola oladi. 2ga bo'lib 2 ta qilib eksa bo'lar ekan-a? Kusta, buni narxi 85 ming adashmasam. Bunisi-chi? Hozirgini kattaroq ekan-a bu? Bittasini kattasi Redstar'da, kattasi kusti ham 3 talik kustagan. Bu 85 ming. Katta razmerlar hammasi 85 ming. Bu ko'proq olgan odamlarga, doimiy klient bo'laman deganlarga narxlardan tushib beriladimi?
Ha, kelsa 100 gaplashib, bu yog'ini nima qilamiz? Archalarchi? Archani Google'ga tashab ko'rdim, anaqa dedi. Limon kiparis degan sort ekan. O'zi shunaqa miniroq bo'ladimi bu? Yo, bu Katta so'radi katta bu. ketadimi? Bu 55 ming adashmasam. 55 ming, 60 ming. Aniq Telegram kanalda. Telegram kanal silkasini ham qo'yib ketamiz, shunga aloqaga chiqib. Balki qirrabaklikni kattaroq ekan-a bu. Ha, bu Aglanema qizilli Krit degan sortda. Usti 5-6 tali. Bular nechi pul? Bu 60 ming edi. 60 ming so'm. Ayol baxtichi. Jenskiyda 4 talaga bu. Qorabakli sortda. Mana alohida chiqadi. 4 tali bo'ladi. Ha, olib ekib olsa bo'laveradigan ekan-da, plasmas. Skоворodkaga o'xshaydi, tuxum qovuradigan. Skazana 4 tali Olib turib bo'ladi. to'rf kami begomiz kami ekib alohida qilib. Haligi sotuvchilarda har xil turi bo'ladi-da. Hali bo'lib turib sotadiganlar bo'ladi, tayyorini shuni chiqarib sotadiganlar bo'ladi. Bo'lib qo'ysa ham so'lib qolmaydi. Ha. Olib turib kichkina ko'kayga to'p solib qo'ysa. Tepalar ham gullar ekan-a. Bular ham aglanema. Aglanema emas, 70 ming degan sortimiz. Bunisi-chi? Kalataya. Kalatayni olib ko'rsatib qo'yasizmi shuni ham? Kalataya Adnata ekan. Bu ham 70 ming. Bak chizali sorti. Tagi buni 2 ga bo'lsa chiroyli chiqadi. Lekin ko'proq bo'lsa ham bo'ladi. 3 ga bo'lib olishadi odamlar, 4 ga bo'lib olishadi. Yashaydi haligi, yashamaydigani ham bor haligi. Huni yo'q bo'ladi. 2 ga bo'lsa o'zi bo'lmasdan mashina tuvakkaga boqadigan bo'lsa yaxshi. Yana ham 2 ga bo'lib olsa endi olib sotarlar uchun nimaroq. Yengilroq tushadi. Yengilroq tushadi. Yana qaysi tarafda gullarimiz? Bu ham chiqarib naqiladigan ekan tagi. Yo'q, buni bu anturi mana shu to'rtcha turadi, bu 5 taliga. 5 ta. Minisimi bu nimaga gullar paydaroq? Yo'q, bir xil. Bu prosta o'smaganda. O'zi yosh kichkina. Yosh kichkina. Mana bitta, 2ta, 3ta, 4ta, 5ta, mana shu bitta turadi 5 talik bo'ladi. Narxi 125 ming. 125 mingdan tushar ekanda. Shunaqa. Azaliyalarchi? Azaliyani 90 ming so'm beryapmiz. Buni ham 3-4 xil rangi bor ekan-a? Hozir kiroyishda oqini, kuchsini ko'rdim. Sal kichikroq. Banam, bambukmi? Bu Dratsena. Buni arzoncha varianti ham kelgan, u boshqa savdogarlar turibdi. Bu 235 ming yoki 230 ming. Bu necha yillik bo'ladi mana shu taxminan? Bu 2-3 yillik bo'ladi bu. 3 yillik. Xitoydan keladi bular hammasi. Hammasi Hammasi Xitoydan o'zingizlarga to'g'ri keladi. O'zimiz olib kelamiz. O'zlarining skladiga tushadi. Bu ayol baxti. Jenskiy desa hadavoy sorti bu. Qorabakli. Gullar turibdi, gullari 4-5 ta guli bor ekan ichida. Yashil sifat filmda guli bunchalik baquvvat bo'lmaydi. Mana buni qarang. Katta ochiladigan bo'ladi. Bular ham tagidan o'z bolalab ko'payadi. Mana yerdan bolalab pastdan chiqaradi. 50 ming so'm. Masalan, o'zi tomiri to'l bo'lgan, bizdan olgan guldicha kattaroq, 2 razmer kattaroq tuvakka ekish kerak bo'ladi. Biegomizga ekkan yaxshimi, torfgami bular? Buni Agrobalt degan torf bor. Ha. Qopi 420 ming yo 430 ming atrofida bo'ladi. Endi hamma savdogarda har xil. Biz 420 mingdan sotganmiz. Ayrim obunachilarimiz yozib qoladi, Xitoyda gullarini olganimizdan keyin so'litib qo'yapmiz. Endi meni lishniy maslahatim mana shu Agrobalt degan torfga ekkan yaxshi. Albatta olayotgan paytda shu mutaxassis bolalar bilan maslahat qilib olgan yaxshi. Ular baribir yaxshiroq biladi gulni nimada yaxshi o'sib, yaxshi ko'karishini. Azali. Pushtiroq ekan-a buni rangi boshqa. Bu mix. Hammasidan bormi bunda? Bunda 2 xil, 3 xil. Mana bunda pushti turibdi, maytda mana bu mana och pushti, bu oddiy pushti. Bunisi siyoh rang svet. Yana ham bularni 90 ming beryapmiz. 90 ming. Palmalarchi shu. Kanaskiyda 15 ming beryapmiz. Kanaskiyda. Dehqonchilik 15 ming. O'zimizda yetishtirilgan shu yerda. Mana shu 3 xil. Pushti, siyoh rang. Och pushti bu. Hovlasi olgandan keyin ajratib ham bo'laveradi, ajratib olaman desa. Buni ana shu Agrobaltda yashil qopligi bor, kisli bo'ladi. Ana shu kisli torfga eksa, bu Xitoyda ochiladigan gullari ko'pi kisli torfga ekilish kerak. Chunki nordon yerda yaxshi ko'radi. Mana bu yerda go'zallik. Baklari o'sha yurib qolgan.
Ha, o'sishni boshlagan. Bahorgi mavsumga yangi novdalar chiqarishni boshlagan. 90 ming so'm. 90 ming. Bularchi bunaqa antiurumlar boshqacharoq o'xshayapti bu ham. Anaqa million degan sorti. Guli mayda bo'ladi, balki ham mayda bo'ladi. Tomirlari tashqariga chiqib ketgan. Mana shunaqa havoda turishi kerak ham ozgina. Omana mana shunaqa tepadagi tomirlar havoda o'sadi ekan. Ha, u vahimali emas. U tabiiy holat shunaqa buni. Yo'q. Mana shunaqa holatda. Nech pul dedik? Buni 90 ming so'm yoki 85 ming. Hozir asartini ko'p aniq narxi esimda yo'qda. 80. Lekin shu oxirgi narxi. Bu tepadagilarimiz shu o'zi ozgina ekan. Ha, bu Agronema Diamond. Bucha ko'proq edi o'zi, ozayib qoldi. Ko'pchilik apsh ketib qolish, sotilib ketib qoldi. Hadavoy sort ekanda demak. O'tgan safar 75 milli variant keldi, sal kichikroq. Bu undan ham katta. Tuvaga ikkita keladi. 120 ming so'm. Haligi ba'zi videolarda ko'rsataman, uzun bo'lib o'sib ketgan bo'ladi. Bu boshqa sortmi yo mashina o'z alohida qilib eksa shunaqa bo'lib ketadimi? U siz aytgan Dracenali, uzun o'sadigan sorti Dracenali bo'ladi. Bu Agronemani Diamond degan sort, eng chidamli sort mana shular bo'ladi. Hop, bularchi tepadagilar. Kraton Dubalis. Ular eski partiya deyiladi. Balki 3 burchak bo'ladi mashina. Oddiysini balki dumaloq bo'ladi, buni balki 3 burchak bo'ladi, Dubalis degan sortda. Nech pul? 135 ming, eski narx bu. O'zi ozroq qopdan bundan. Ha, 200 ta 300 ta atrofda bor. Mo'lal mazaliyam? Yo'q, bu Gardenia. Mana Ochilgani yo'qmi buni? Gardeniani ochilgani bu oq ochiladi ekan. Bu kattasini ochilgani bormi? Lekin yangi novdalari, g'unchalari juda ko'p ekan. Har bitta shaqida 3 ta, 4 tadan g'unchalari bor ekan. Ha, mana ochilib kelyapti ekan mana. Shunaqa maloshniy bo'ladimi buni guli? Boshida maloshniy bo'ladi, keyin oqari mana oppoq bo'lib ochib beradi. Hidi bo'ladi ekan, men hidi bo'ladi deb o'ylamadim, lekin hidi bo'ladi ekan. Zo'r jasminning hidiga o'xshab ketar ekan. Kichkina varianti bu 60 ming so'm. Mana kattasini 70 ming so'm yoki 75 ming beryapmiz. 5 ming, 10 ming adashishimiz mumkin, chunki asartiment ko'p. Aniq narxi Telegram kanalida narxda sotiladi. Kusti ko'p, mana ham kusti ko'p. Bari derazaga qo'ygani boshqa joylarga. Joy egallamaydi. Udobni, lekin men qarayman, mana shuncha narsa bilan men 60 ming, 70 ming, 10 ming farq qiladi. Bu savdogarlar buni oladi, uyga oladiganlar buni oladi. Hamma o'zining sharoitidan kelib chiqqan holda. Xonadoni katta, derazalari katta odamlarga bu yaxshi tushar ekan. Ofislarga, kichkina ikki xonali domlarga, shunga o'xshagan kichkina uylarga buni halikani kichkinalarimiz yaxshi tushar ekan. Chidamliligi ham o'ta chidamli. Issiq sovuqqa bunaqa baklarini tashlab yubormaydi-da. Ochilishi ham zo'r. Azaliya. Azaliya zo'r ekan. Azaliyaga hozir suv sepib qo'yishibdi. Bu azaliyaga narxini aytyapmiz, parvarishini ham aytib ketaydi. Muzday suv quyish kerak. Muzday suv bo'ladi, xolodilnikka suvni tiqib qo'yib, muzlatib turib quyish kerak emas. Oddiy yaxshi grantda 1 litr suv chiqarib olgandan keyin muzday suv chiqadi o'zi. Ilib qolgan qismi bo'lmaydi. Ha, shunaqa muzday suv quysa, ochilishi, bargaga, hamma yo'lga ta'siri zo'r bo'ladi. Bu pushti sorti, oddiy sort. Siyoh rangi ham bor ekan-a bu. Bonamizchi, boshqacha kattaroq ekan. Ha, bu Azaliya? Azaliya. Pushti chekasi anaqa siyoh pushti svet ekan. O'rtasi oq, chekasi pushti bo'ladigan. Bu nech pul? 265 ming narxi. Mana ko'rinishda. Deganda buni tagini bo'lsa bo'ladimi? 2 ga bo'lib. Yo'q, bu bittalik ekan. Bittalik ekan. Shtamp bo'ladi. Bittalik ekan. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin degan ekan. Bu davom bormi? 5 ta 6 ta turibdi bu yerda. Ha, narigi betda yana 5-6 ta qolgan. Buni ham Azaliyami? Azaliya shtamp Azaliya. Bu nech puldan? Olib ko'rsatib qo'ysangiz bo'lar ekan shunga. Buni 270 ming so'm beryapsiz adashmasam. Bu boshqacha rang bo'lar ekan. Pushti bo'lib pushti emas. Qizil bo'lib qizil emas. Sariq svet bilan pushtini aralashtirib. 270 ming beryapmiz buni. Bularchi? Bu Sinapsus Braziliya, yozda kelgan, buni tuvakka ekib qo'yganmiz. Chiroyli holatda bo'lib o'syapti. Pastga osilib o'sib gullaydi bu. Yo'q, gullamaydi bu. Manzara bo'lib osilib o'sadi. Braziliyaning bayrog'iga o'xshaganligi uchun Sinapsus Brazil nomi. Bularchi? Sikas. Bu fotodan Sikasda, o'sha eski partiya. Oldingi partiyadami bular?
70 ming, bularni 40 ming so'm beryapmiz. Kichikroq 40 ming, kattarog'i 70 ming so'm ekan. Azaliyalar. Bunisi nechi pul? Bunisi 90 ming so'm. Ha, bu 80 ming ekan. 80 ming ekan. Mana bunisi 90 ming so'm. Shu ozgina farq qiladi. Shunaqa ko'rinishda. Bu tomonda gullarimiz bor ekan yana. Karataya Arnat, hali kichkinasini ko'rsatdik. Ha. 75 minglik variantini ko'rsatdik. Bu kattasi. Bu 95 ming bo'lishi kerak. Mana 75 ming ko'rsatganimiz bo'ladi. Bu ham kisli torfga keladimi? Yo'q, buni oddiy agrobaltda ko'k qopli torfi bor, shunga keladi. Razmer baklarida, gulida, guli yo'q, buni bakida, nafasda farqi bo'ladi, hajmida. Bunisi boshqa sort shekilli. Boshqa gulmi bu? Bu g'ilofning ichida ko'rinmayapti. Ha, Kalataya Makayana. Birinchi chiqqanli oddiy sortlardan. Oddiy sort bo'lganli hashaki ham emas. Bularimiz nechi pul? Makayana degan sort. Bu 65 ming. 65 ming. Mana ochi. Kalataya Leo degan sort. Bu ham eng hadavoy sort bo'ladi. Bor-a bundan? Ha, bor, nari bitta turibdi. 70 ming so'm yoki 75 ming qo'yilgan bu. Balki uzuncha bo'ladi. Xo'p, endi bu gullarimiz. Bu zimni Gehira deyiladi. Narxi 55 ming yoki 50 ming adashmasam. 50 ming so'm. Zimni bo'lsa sovuqqa chidamli ekan-da bo'lsa. Qishda ham shunday qoladi. Endi bizni nimada shunaqa deb keladi. Zimni misol sadovichilar bilan gaplashganmiz, qoladi 100% chiqadigan narsa deb aytgan. Biz prosta olib kelib, sotib, opti narxda tarqatib Buni beradigan tepasi odammiz. qurib ketib, tagidan boshqa chiqara oladi yani. Ha, qishda bankani to'kadi, o'zagidan chiqadi, ashaqa deydigan. Misol men ishim, ko'p yillik yer gullari qilmasdan ekanda. Men ishim komnatni ishda, bu xonani gulini zo'r bilaman. Bu gulni uncha bilmayman, chunki zimni narsa-da bu. 50 ming so'm. Yashili. Ha, yashili. Bir xilmi? Ha, hammasi 50 ming. To'rt xil yo'q. Imperatorchi. Imperator ekan. 70 ming so'm. Sanki balki qora bo'ladigan sort ekan. O'rtada balki qora bo'lar ekan. Chekkaga chiqqan sari yashil bo'lib bo'laveradi. 70 ming so'm. Yashilchi. Bu mashina 3 ta kusligi. Bu 90 ming. Mana kusti 3 ta. Kust degani va tagidagi anaqasi degani. Bo'lib desa bo'ladi. Julda o'zi, xolos. Kattalari-chi, mana tepada kattalari bor ekan. O'zimiz Mesni uni 220 ming so'm beryapmiz. Mana shu O'zbekiston dehqonlari yetishtirganmi buni? O'zimiz fitli mashina. Ha, o'zingiz yetishtirgansiz. Chekada o'sgan. Qancha? Narxi? 220 ming so'm. 220 ming so'm. Yerdan chiqarib ko'rinadi. Ofislarga rosa qo'yadigan ekanda. Bu yerda mana ular pochtaga tayyorlanayotganlar shekilli, xaridorlarga. Biroq gul yig'yapti, ashuna gullari bo'lsa kerak. Bambuklar nechi pul bular? Sotuvdanmi bular ham? Bambuk aka, bu anaqa. O'sha ba'ziga qo'yiladigani. Ha, suvni o'zida o'saradi bu. Ha, 10 ming so'm beryapmiz mana shu shtugini. 10 dona bo'ladi, 100 ming so'm bo'ladi bu. Kattasi-chi. Bitta, mana razmer. Bu 17 ming bo'lishi kerak. Bir donasi. 17 170 ming bo'ladi, 10 talik bo'ladi. Bu bambuklar gullamaydi-a? Gullamaydi, mana shu nog'da chiqargan, nog'dasi uzun bo'lib o'sib beradi. Havoni tozalaydigan mahsulot. Tez o'sadi lekin, tez o'sadi. o'sadi. 1 metrligi ham bor. Bunisi-chi? Katta vazaga tushadi. Bu 22 ming so'm. 220 ming bo'ladi, 10 donasi. Ko'pchilik masalan pochtada adashadi. Mashtubishini 22 ming deb o'ylashadi ko'pchilik. Ha, donasi 22 ming so'mdan. Bu turishi 220 mingga tushar ekanda. Zamiyalar-chi? Zamiyani 40 ming so'm beryapmiz. Mana bu ko'rsatib o'taylik. Ha, mashq holatda o'sar ekan. Ozgina suv quyib qo'yiladi. Suvni bir haftada, 4 kunda bir sharoitga qarab almashtirib tursa, keyin filtr suv quysa, yaxshi rivojlanish bo'ladi. O'zimiz grant suvdan ko'ra, Grant suv ham bo'laveradi. Sharoit Aroqda suvi artizanlar bo'lmaydi. Bo'laveradi ham. Bo'laveradimi? Ha. Unaqa sharoit
tanlab olmaydi ekanda o'zi. Joyi ko'p. Zamiyani 40 ming dedingiz-a? Qorasi bormi buni? Zami 45 dan qoladi, yasa ko'p ekan. Qorasi ham ko'p ekan, xudo xolasa yashili ham ko'p ekan. 45 ming so'm beryapmiz. 45 ming so'm. 4 ta, 5 ta, 6 talik kust. Razmerlari-chi, kattaroqlari bormi bu? Bor. Qarishdan kattaroq ekan. Bor ekan. Xo'p, davom etamiz. Archalar. Limon onasi qolib ketdi. Ha, shu Ya, meni yangi hayratlantirgan ekan. narsa. Havoda воздушный o'sadi dedingiz-a buni? Havoda mana shu yerdan tomiri ham bo'lmaydi haligi. Nima deydi mana shu namlikdan havoda olib, namlikdan olib o'sadigan narsa. Suv quyish ham shart emas ekan. Suv quysa ham bo'laveradi, endi suv quyish shart emas ekan. Bu prosta o'zini fasonimi bu? Bu endi bunday tursa hunday turibdi-ku, qarang. Ha, ha. Bunday unaqa qilib qo'ygan shekilli. Endi biz ham kechab keldik, qanaqa nima bilmaymiz ham. Ajoyib, haligi to'kiradi-yu, mollyuska deydimi, shunaqa yumshab ketar ekan. Meduzaga o'xshaydi. Meduza. Mana oddiy archani uchi bo'ladi. Ha. Mana shunaqa sifat ekan. Mana ko'ringmi? Shunaqa. Nech pul dedingiz? Bu 35 ming. 35 ming. Bunisi-chi? Bu ham 35 Bu ming. ham 35 ming. Sanseveriya. Buni ham saparab kelamiz. O'zimga yoqadi. Tez o'sadi-ha bu ham. Tayda bolasi bor, tez o'sadi. İşte. Tez o'sadi bo'lib qanaqa, misol uchun 1 yilda shu atrofi bo'ladi. Bu yerdan olib tashlaydi. Misol uyga olib borgandan keyin tayincha kattalashtirib qo'yadi, sekin o'sadi. Odamga bilinmaydi lekin aka o'sayotgan. Ha, men buni tez o'sadi der ekan. Bambuklarda nasiga kirmaydi ekan bo'lmasa bu. Havoni zo'r tozalaydigan narsa bo'ladi. Ikkala bunaqa bolalik emas, 2-3 ta bolalik. Deyarli hammasi shunaqa ekan. 45 ming, 45 ming yoki 50 ming narxi bu. 5 yoki 50. Kumkuvat. Kunkuvat yoki mandarin, ko'pchilik mandarin ham deb olyapti. Buni mevasi iste'molga yaroqlimi? Ha, o'zamiz ro'za emasmiz. Ro'zami? Ha, bor. Bittadan yeb keladi ham o'zi. Yesa bo'ladi aka, kelganda yeb ko'rdik, yuvib turib. 100 ming so'm. Biz mandarinlarga o'xshab ketsa kerak-da. Ta'mi o'tna shunaqa aka. 100 ming so'm beryapmiz. Bular sovuqqa chidamasa kerak-a, bular xonaga olib kirib qo'yadimi qishda endi? Xonani ichiga qo'yib. O'zimiz limon, mandarinni singari narsa Ularga ekanda narsa xuddi. qo'yadi. Bu ham kislitovka kirish kerak. Ha, Sitrus narsalar nordon yerda yaxshi ko'radi. turpo yo biogomuslar uncha effekt bermaydi. Yo'q, ko'pchilik shunaqa narsalarga ekib gulini o'ldirib qo'yapti. Ana shu narsa beziladi, anaqa bo'lyapti, manaqa bo'lyapti deydi. Albatta gul oladigan bo'lsanglar shu mutaxassis bolalarning maslahatlarini olishlikni tavsiya qilaman. Imperatorlarni maydarog'i nech pul? 35 ming so'm. Shunaqa ko'rinishda. Bu ham o'rtasi boshqacha bardoviyroq bo'lar ekan, qizilroq bo'lib chekilar. Qizil pishlar shunaqa. Bambuk. Mashlar qoldi. Buni 40 ming so'm beryapmiz. Shunaqa ko'rinishda. Narigilarchi chiroyli qilib Bu 65 ming. baylab qo'yganmi? O'zini Oddiy nimasi ekan, ha? fason berib qo'ygan ekan. Buni fitil to'yda tomir sekin tomir otib turib, tomir pastga qarab o'sadi. Ichiga 2 sm, 3 sm atrofida suv quyilib qo'ysa. Dori poris tabletka mamlakatga solish shart emas. Yo'q. Suv bo'lsa bo'ldi. Yo, bambularga suv quyib tursa bo'ladi. Narxi necha pul bunisi? 65 ming, onasi 40 ming so'm beryapmiz. 40 ming so'm. Bunisi 65 ming ekan. Anturimni Anturimni qora buyuk sort ekan bu qora. Narigilardan ko'ra maydaroq bo'lar ekan bu. ha, kichkina varianti bu. Ishlar qop-qorasi. Bunisi necha pul? Nech pul deydi Abdulla? 90 ming so'm beryapmiz ekan. 90 ming so'm. Razmerlari kattaroq bo'ladimi buni? Faqat shuni Keng partiyada xolasa bo'ladi. Undan ham keladi demak, xudo xolasa. Bular ham shundan, ha? Ha, Bular ham shundan. Foto ham bir xil. Ha, Ham bir xil. bu tarafda ham serob ekan. Gardinaga suv shilankada sepish. Avkariyachi? Archani 175 ming beryapmiz. 1 metr ekan taxminan. Ha, Taxminan 1 metr atrofida. 175. 175 ming. 175. Mana zamiyani qoralari-chi kattalar. Zamiyani qorasi 720 ming so'm beryapmiz. Narigi tomonda ochilgan. Bu ham teng ekan, почти 1 metr ekan. Hozirgi azaliyamiz davomiy ekan, bu nariyadalik 3-4 ta ekan deganim. Bularchi ma kattaroq nech pul? 310 ming so'mdan berdik. Mana ana turmushda Bu ham mix qilib qo'ygan ekan, buni. Ha, mix. Kelganda o'zi
hamma gul zo'r kelmaydi, pateriyasi ham bo'ladi. Yonboshda shaxlari sinadi, boshqa bo'ladi. Ha, o'ziga yarasha parvarishini qilib keyin sotuvga qo'yiladi. Qarang, mana 310 ming so'm berdikda. Bir hafta yoki 2 haftadan keyin o'sha aksiya qilamizda. Mana uni misol uchun 250 ming yoki 200 ming so'm berib yuboramizda. Odamlar o'ylaydi-ki, boshida qimmat qilib olgan, ikkiga mayada manaqasini nima deydi haligi, arzon qilib sotolmagandan beryapti deb. Unaqa emas, mana shu pateriya bo'lganligi uchun, qanaqadir joyida nimasi bo'lganligi uchun qilib beramiz. Aksiya skidga shunga nisbatan bo'ladi. Qarasa, bu ham baribir bir katta bo'laveradi. Ha, shunaqa. Oluvchinikida. Bularchi? Buni 110 ming berdik. Zamiyani. Yarim metr ekan, taxminan yarim metr atrofida zamiyani qorasi. Buni ayol baxtimi, imperatormi? Bu jenskiy qorasi, 50 ming so'm Bargi yiriroq ekan, nisbatan shu. 50 ming dedingiz. 50 ming so'm. Gullari bor qancha? Bor. Hadavoy sort deb videoda boshda aytdim. 110 ming berayotganimiz mana shu bo'ladi. Mana katta razmer. Nech pul bunisi? 720 ming. Avkariyan yonida turganda-da bu. Ha, shunday. 1 metrga borib qolar ekan, taxminan. Boshida. Bu barglari ham yirik bo'lar ekan o'zi. Bu sorti shumi yoki bular ham 1 kilo shunaqa bo'lib ketadimi? Sorti bir xil. Endi boquvga bog'liq, boqsa bo'ladi. Yangi mana shunaqa yashil salat deb shunaqa oq bo'lib chiqadi, bunday qilayotganda. Mana u ekanda. Ha, keyin qorayib ketadi bu. Tushga kirgan sari qorayib borar ekan-da. Shunaqa holat bo'ladi. Bengalchi? Bengalmi mana? Bengal, bu matga anaqada turibdi. Yerda turibdi. Ha, bu onalikmi bu? Tagi yerda. Bu ham bengalmi? Bu ham bengal. Meva qiladimi bu? Yo, urug'imi bu? Meva qiladi. Bu eski gullardan, joni qattiq zo'r narsa bular. Hozir ko'pchilik mensimay qo'ygan, lekin eng zo'r narsalar mana shular bo'ladi. Bularimiz-chi? Dratsina. Buni 230 ming so'm beryapti. 2 xil sorti bor ekan, shu yerda ham. Ha, 3 kustli bu. Balki tikka bo'lib o'sadigan. Narigisi bunday ko'proq bakli bo'lib o'sar ekan. Ha, hozir mana olib ko'rsatdim. Balki buralib o'sadigan sort. Manaqasiga buralib o'sadigan sort. Bunisi nech pul? Buni 430 ming yoki 420 ming narxi. 430 yo 420 beryapti. Buni ham tagida 4 ta 5 ta kusti bor ekan, ha? Buniki aka 1 2 ko'proq ham shekilli. 5 talik ekan. 5 ta 4 talik chiqadi. Mash katta gullarda ham dastlabki imkoniyati bormi? Bor ekan. Bularchi? Ayol baxtini gigantimi bu? Yo, bu strelitsa. Nima? Ozroq qopda bu. Ha, jannat gulimi, nimadir deyshadi. Nomi shunaqa. Bular nech pul? Buni 250 ming so'm yoki 270 ming narx. Chunki aniq esimda yo'q bu. Yoki 270. Qaysi gullarimiz qoldi endi? Kameliya qoldi. Kameliyalar. Kameliyalar nech xil rangda bular? Kameliya bu pushti, faqat pushti bular ekan. Pushti qizili ham chiqib qolyapti. Har xil. Hozir ochilganini tugab qoldi, ochilganini olib ketib qolishdi. Ha, pushti deb olingan, qizil chiqib qolishi ham mumkin orasidan. Shunaqa. Ochilib kelyapti-ku, pushti ekan. Bunchalar o'zi ochilib yorilib qolibdi-ku. 225 ming beryapmiz. Bitta kanalda 190 ming so'm deb qo'yibman. Bitta gulni nomini klient miyamgaligi nima qilyapti? Sindirib qo'ydi. 190 mingdan deb o'zim kanalimga qo'yib qo'yibman. Yanglishmovchilik bo'lgan. Ha, bitta odam 10 ta olib ketdi. Uka, 225 mingdan olib turibman, siz nima 190 ming deyapsiz? Yo'q, aka manaqa bo'pti-da. Shu videoga yozib ham qo'ydim keyin. Yanglishmovchilik bo'lgan. Shunaqa bo'ldi. 225 Bu tomondagi mayda gullar ham sotuvdami? Ha. Imperator ekan-a bular. Imperatorning detkasi. O'zimizda o'zingizlar tayyorlagan gullar ekan-a bular, adashmasam. Yo'q, Xitoy partiya bu ham kelgan. Ha, istaganga ekib qo'yganmiz, o'syapti. 15 ming so'm beryapmiz. 15 ming. Bunisi kattaroq ekan nisbatan. Narxi birmi yo? Boshqalarga 15 mingga bir korobkada 40 ta 45 ta sig'adi mana korobkaga. Korobka olganga endi u narxlar. Bu narxlar faqat optimga-ya, shuni aytib o'tib ketaylik. Bunga ham endi mana shunaqa narxda olmoqchi bo'lsa, Tbilisiga kelib 400 ming so'mdan oshiqroq olsa qilib beramiz. Yoki Telegram kanaliga ulanib, Aloqaga chiqishsa, nechalar bor, nechaga murojaat qilsa, to'liq ma'lumot beriladi. vaqt bilan chiroyli qilib muomala qilib chiqaraveramiz. Bular hali tayyor emas. Kiraton, mana qatorda oldik boshim. Video kesmay qo'yasiz? Improvizatsiya bo'ladi. O'tgan videoda ham shunaqa qilganmiz-da.
montaj qilib o'tiryapti. Bu antirimda asha guli. Hani boshida ko'rsatdik-ku. 2 xilini ko'rsatdik. Hozir bu 3-xili ketyapti. Gulning ichida guli bor, faqat kusti 2 talik. Rangi ham 2 xilmi buni? Ha, bu bardoy, bu qizil. Tanasi bittami bulardi yoki? Mana bardoy mondan chiqib turibdi. Mana Ha. kustdan, qizili mo kustdan chiqdi. Ha, bo'ldi. Men bitta 2 xil qilib bitta tanada 2 xil gul bo'lsa kerak deb taxmin qilib turuvdim. bo'lsa kerak. Nech pul? Bunisini 60 ming beryapmiz, kusti kamligi uchun. Ana kusti ko'plar 70 ming so'm, 65 ming, 75 ming. 5 xil yo 6 xillarmi? Ona gul e'tiborimizni tortyapti hozir. Lolami nima u? Kala. Kala. Kala 155 ming so'm beryapmiz. Buni Sarig'i, qiziqib qizili, pushtusi, oqi ham bormi? oqi ham bor ekan mana bu. Oqi ham bor ekan. O'zimiz kaladan ko'ra kichikroq bo'lar ekan, mesli kaladan ko'ra. Hali maydadan ko'ra kattaroq bo'lar ekan. Ammo kalaga tushunmayman, zakaz bo'yicha kelgan, olib ketishdi mashlar qoldi. 155 ming beryapmiz ekan. Odatda kala ko'p suvli joyda o'sadi, odatda o'zimiz kalalar. Boshqacha sort ekan, palasali. Buni 70 ming yoki 80 ming beryapmiz. Antigun bo'yida 2 xil qolib ketadi, shunday shaqqa borsin oldi. Kanimiz farqi shu anaqa salafani nimaligida metkasi salafan bo'ladi. Kusti 3 talik bo'ladi. Guli bir xil, gulning ichida guli bor mana. 3 kustalik, 3 ga bo'ladiganlar uchun yoki pechni xohlaganlar uchun. Yana bitta qolib ketgan degan qaysi? Bitta mana bu siyoh rang sort ekan. Kelganki odamni gulsiz qaytarmaymiz. Xudo xolasa. Ular ham ochilib boryapti-kana. Boshida ko'rsatadigan ekan u. Bularimiz necha pul? Siyoh rang sort ekan. Bu 90 ming yoki 95 ming. Yani pishniligini ham ko'rish kerak. Bu hali bitta gulni ochib ko'rsatsangiz kommentariyada yeb qo'ygan. Ochib ko'rsatmadingiz, ana qilmadingiz, mana qilmadingiz deb. Hamma yo'qni aytganini qilib beryapmiz. 95 ming yo 90 ming so'm beryapmiz. Fioletoviy yoki o'sha siyoh rang, shunaqa sort. Boshqacharoq bo'lar ekan. Balki ko'rag'i boshqacharoq bo'lar. Mana bu yo'q, aytib o'tganimizda o'rtasi bardoy, chekasi sariq bo'ladigan degan sort. Guzmani 55 ming beryapmiz buni. Yana viberlarimiz ko'p, yana ko'rsatadigan nimalarimiz qoldi, xudo xolasa. Mana shu anglanmani eng kusti ko'pi keldi bu safar. 5 tagacha, 4 tagacha anaqa katta kustli chiqadi. Enalari, bunday qilib o'zimiz unaqa tilda aytganda. Detkasi chiqadi, mana bitta, ikkita, 3 ta. Ichida 2 ta, 3 ta, bittagacha chiqadi. Bu narxi 95 ming. Red Star degan sort. Mana bu, ashuna arzoncha varianti 70 ming so'm beryapti. Ozroq bo'lar-ku, bunda Boshida ko'rsatdik, tumalavaklik, 3 burchaklik qirqalikda. Yana nimalarimiz qoldi ko'rsatmagan? Nari qo'toqlar biriga boramiz. Bu ham fix qanaqadir turi. Mana nech bo'laydi Abdulla? Esimdan chiqdi. 90 ming bo'lishi kerak. Telegram kanalida aniq narxi bor. Shunaqa ko'rinishda tagi tuvay. 90 ming so'm beradi. O'sish tezligi ham shu fikuslarga o'xshab o'sadimi bu ham? Ayni boquvga bog'liq. Chiroyli ko'rsa boquvini yaxshi so'radi. Bundan bormi yo shu qoldimi? Mana shu yerda bor, nari ketgan bor, istelajda bor. Mana shu 90 minglik ko'rsatganimizda 85 minglik varianti. Tagi 3 talik bo'ladi. Hali mayda nimalari kamroq ekan, hisobda. Bu 3 talik bo'ladi, 85 ming. Shunaqa ko'rinishda. Buni aytib o'tish ketdik, limon. Archani aytdik. Limon kiparis deb chiqdi. Zamiyani mana shu kichigi bor ekan. Buni 75 ming beryapmiz. 75 santimetr, yarim metr atrofida kelar ekan. 75 yoki 85. Aniq narxi Telegram kanalimda 110 minglik bilan farqi bor. 110 minglikdan ko'rsatadi. Mana 110 minglik bo'ladi. Farqi Ozgina barki shaq ko'proq ekanda. Tagi ko'proq bo'ladi. Ha, shunday bo'lyapti. Mashalar, ikkinchi sifat filmda
qora bakli sortini kvadrat tuvadagisi 100 ming so'm beryapmiz. Shu rosa yoqdi menga. Narxi ham, shakli ham zo'r ekan. Videoda boshida aytdik-ku, 50 ming so'm deb kichkina variant. Shuni kattasi. 100 ming so'm beryapmiz, tuz ko'p. Buni ancha kattaroq tuvakka ekib qo'ysa bo'laveradigan holatda. Buni tumaloq tuvada ham bor, unali betdagi. Buni 80 ming so'm beryapmiz. Gullari ko'proq ekan, bundan ko'ra ko'proq ochilgan ekan. Guli, deyarli bir xil bo'ladi. Lekin borgandan keyin hammasi gullab ochiladigan narsa. Hali tagida bekinib turgan bo'ladi. Guli bo'lmasa unchasi bo'ladi. Albatta. 80 ming beryapti. Keyin sindar tuzda 3 xil sort kelgan. Buni 65 mingmi, 70 ming, mana shu 65 ming beryapmiz adashmasam. Pyostri oddiy eski sortlardan. Yosh katta odamlar tushunadi buni. Yana mana bu sindapsiz Pictus degan sort kelgan. Chiroyliroq bo'lar ekan bunlar. Kulrang. Tuzda 5-6 talik. Bu ham mana 65 yoki 80 ming yoki 70 ming so'm atrofida. Telegram kanalda aniq anaqasi. Yana ikkita sort qolyapti. Talasali ekan buni bari. Bu ham mana Pyostri sort. Bular necha pul? Bu ham bir xil 65 ming yoki 70 ming so'm. Bitta klient kirib buni yangi sort ekan deb chiqibdi. Ja bilmadim men. Yangi sort bo'lsa, kommentariyada yozib ketsinchi. Bunisi necha pul? Buni 65 ming yoki 70 ming. 60 ming bilan 70 ming o'rtasida bo'ladi. Mana bu holatda. Aglanemani oqimi endi. O'sha aglanemani oq sorti buni. Bilganlar Oqqog'i ham bo'ladimi deb, bo'lamidi? bo'ladi, tugab qoldi aka u. Bilganlar kommentariyaga yozib ketsa, mana shu nomini. Buni 65 ming beryapmiz aka. Farqi yo'qmi katta kichigimi kattalardan? Yo'q, kelgan odam misol uchun mana shunaqa holat 65 ming, 65 ming tanlab olsa bo'ldi. Yoqtirganini olib ketaveradi. Mana shunaqa holatda. Bular nima ekan? Bu imperatorda anaqa sorti. Gold degan sorti, salatoviy. Gulledimi bular? Ha, gullaganini men o'zim YouTube kanalimga qo'ydim aka. Chiroyli qilib video obzor qilib anaqa. Bular necha pul? Bu 70 ming so'm beryapti adashmasam. Besh telefon. Alakaziyachi. Alakaziya buni necha pul edi? 75. 75 ming. Kattasi. Katta razmer ekan. Katta razmeri 75 ming so'm. Bu ham gullaydi, ha? Ha, gullaydi. Hurmatli obunachilar, biz dasturlarni tomosha qilayotgan paytda obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib keting. Keyingi joylab boradigan dasturlarimizni SMS tarzda birinchilardan bo'lib ko'rishlikka muvaffaq bo'lasizlar. Videoni ko'rayotgan paytingizda. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, chiroyli olib ko'rsatingmi buni ham? tugmasini bosib qo'yasiz. Obuna bo'lgan ekan, ha? Shu yerda podpisatsiya degan knopkasi bo'ladi. Mana bu podpisatsiya. Shuni bosib ketsangiz, Mana shu akamiz Abdurahmon aka. o'zini suratim. Xudo xolasa birinchilardan bo'lib ko'rishlikka muvaffaq bo'lasizlar. Biz dasturlarimizni O'zim kanalimdan o'qib ketay aka. o'zingiz kanalingiz nima nomi? Gulbozor. Ko'rsating. Boshqa nom bo'ladi. Telegram, YouTube'ga kirasiz. Gulbozori uz. Ukamiz o'zini kanali, o'zini mahsulotlarini qo'yib boradi. Shunday ko'rinishda. Ukamizga ham obuna bo'lib qo'yasizlar. Bu ham imperatormi? Ha, alakazi. Alakazi ham bu ham. Bunisidan ko'rmagan ekanman lekin. Bunisi necha pul? Buni 40 ming so'm beryapmiz. Ana haligi 75 ming deydi kichkinasi. Kichkinaroq. 40 ming so'm. Qanchada shu bilan teng bo'ladi taxminan? Bilmayman endi o'zlari o'stirishiga bog'liq. Qarovga qaradik. Bularchi? Buni 110 ming beryapmiz. Bular 110 ming. Yo'q, Bularning tagi ko'pgina bo'lmaydi ekan-a? Bular bitta kurs bo'ladi. Bitta kurs. Bitta narxiga bu 60 ming beryapmiz. Nomini bilganlar kommentariyada yozib qo'ysa, nomini bilmayman to'g'risi.
Aniq nomi, aniq sortini nomi. Diffenbachya, endi u yoq haligi Diffenbachya familiyasi, ismini bilmaymiz. Mana bu ham allaqancha. Bu yana boshqacharoq sort ekan. Bu gulimi mana bu shu o'rtada? Ha, chayon anaqasiga o'xshaydi ekan deb kecha bitta kelin gapirib chiqdi. 65 ming ekan. 65 Qora ming bakli sorti. Aglannemani Red Star'da Uzun bakli ekan. uzun bakliga 85 ming beryapmiz. Kusti 3 talik. Mana holatda. 3 talik. 25 ming 27 mingdan tushar ekan buni agar bo'lib ekaman desa. Ana shu naryoqda ko'rsatgani. Bu ham 85 ming. Hamma aglanema haligi arzoncha variant deganim 70 ming so'm, bular 85 ming. Ya'ni bitta eng katta gigant deb ko'rsatgani. Bunisi 90 ming so'm. Mana shu gigantlar ham bor ekan. Bular 90 ming. Tayyor ko'proq ham bo'lsa kerak-a bu. Haligi mana 3 ta 4 tagacha katta enasi chiqadi deb aytdim-ku. Ha, Mana shunaqa keyin tayida bitta. bolalari bor. Mana bundan ham bor mana. Bitta mana tetkasi turibdi. Shunaqa ko'rinish bo'ladi. Indapsus. Ajoyib bargligi bo'lar ekan buni. Indapsus Monkey degan sortda. 60 ming so'm. yoki Barglari 65 shunaqa ming. o'sadi dediz-a buni. Mana shunaqa teshik bo'ladi ekan. 60 ming, 65 ming. Shu aniq yoki Telegram 65 ming. kanalimda. Tanlab olaradi yoqtirganni. Kattaroqlari ham bor ekan, ichida kichikroqlari ham bor ekan. Kichik. Endi hamma kattasini tanlaydi. Kattaroq, kichikroq. Diffenbachyani qaysi sorti bu? Bilmayman, kommentariyada yozib ketsa olsin. Mutaxassis birodarlar shu kommentariyaga nomlarini yozib ketsanglar, shu bahonada biz ham o'rganib olamiz asl nomlarini. Buni 80 mingmikan, 70 ming beryapmiz. 70 ming so'm berilyapti ekan bular. Oxiriga Seropa bundan mayli bir 20-30 turib xolos. bitta aka, bitta 60 ta, 70 ta bu atrofda. Seropdagi bor boshqa yana sotilib ketib qolsa. Ha, bu taraflarda ham bor ekan. Pomidoriya palma. Pomidoriya. Keyin safar kusti sal ozrog'ini olib qo'y degan. 20 ta bormi o'zi ham? 11 ta 12 ta Sana bor. beraymi aka? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 2 marta aylantirib sanavor deyishadi 16 ekan. Bundan ham tagi serop ekan bular taraflarda bor 60 ekan. ming, 60 ming yo 70 ming bo'lishi kerak. 60 ming. Bo'lib ekadigan bo'lsa buni 4 ming so'm, 3 ming so'mdan tushar ekanda. Ha, endi o'zlari bilishadi o'zlari qiladi. Sanseveriyani. Mutaxassislar borda bo'lib ko'paytirib yuboradi. Sanseveriyani fin varigat deganim ekan. Kechagina topdim bunaqada. Nech pul? Google'da 90 ming so'm. 90. O'zi shunaqa tag kichkina nimada o'sadimi yo kattaga ko'chiradimi buni olgandan keyin? Bilmayman, to'g'risi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ikkita, uchta yondan bola beradi bu ham. Mana o'sha hali tekinlik mashaqa bola berar ekan tanlab chiqib. Bolalashni boshlabdi o'sha. Bakon qarang mana. Bu hali oddiy, oddiy hali abishli sanseveriyalarga o'xshab uzun baxt chiqarmaydi. Mana shunaqa bitta chiqaradi, ikkita chiqaradi ekan. Shunaqa ko'rinishda. Mana buni Kalatay Arnatani kichkina 40 ming so'mlik variant. Buni ham ikkiga bo'lsa bo'ladi. Buni yashili ham bo'ladimi? Yashil oddiy sorti bo'ladi. Mana u Leo'da. Tagi bormi deyapti-ya. Mana. Bu 70 ming adashmasam. Videoda boshida ko'rsatganimiz. Kattarog'ini ko'rsatuvga adashmasam. Yo'q, bir xil narsa. Indapsus Braziliya. Buni 30 ming so'm chiqardik. Ko'p olganiga 28 mingdan ham qilib beryapmiz. Dratsena. Dratsena Deremskiy. Eng joni qattiq narsalar. Lekin qishda olib kirish kerak-a xonaga. Qishda hammasini olib keladi. Yozgi kunida kondisioner bor xonada, tursa bo'lagan. Ochig'i bo'lagan. 55 ming beryapmiz. Nechta kusti bor buni? 3 talikmi? Biladi uni obunachini. Bulardan drom Birkin. Gullaydimi bu? Gullamaydi. Mana shu yangi balki oq bo'lib zebra bo'ladi. Parasati ekanda. Tagi 5 talik. Nech pul? Nech pul edi? 50 ming ekan. 50 ming. Bu tarafda mana. Fotografiyadan ochilmaganlari ham turibdi. Yana mana shu Xitoy davlatidan kelgan.
Bu neç pulida? 65 mi? Yo'q, 100 ming so'm katta-yu. Ha, Boshqa so'm, yangi 100 ming, 90 ming so'm, 95 ming qilib beramiz. 95 ming qilib berilyapti ekan. Hurmatli obunachilar, xullas teplitsamiz juda ham katta. Xaridorlar kelib turibdi. Shu bilan video obzorni yakunlaymiz. Ayrim xato kamchiliklar uchun uzr so'ragan holatda. Issiqxonamiz bor. Umumiy ko'rinishi juda ham katta, gullarni navlari, turlari juda ham ko'p. Bu ukalarimiz nomerini ekranga qoldirib ketamiz. Telegram kanallari bor o'zini, Gul bozori uz. Shunga aloqaga chiqib bog'lanib xarid qilishingiz ham mumkin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. O'zingizni o'zingiz qolaversa yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.